Bu savsav nəhayət aqlliq müş vaqtlan bununki zereklikini görüp alalaymiz. Bunun o'ttir qo'ygan har bir müşədəki tədbirləri acayip joyiga bardı. Yaxşımısınızlar dostlar? Bunda olsa 3 padişahlıq to'g'riliq davomliq so'zlab ketamiz. Endi bugungi mazmunimizda biz nima so'zlaymiz degan vaqtda Xijinninki, ya'ni xato qaror to'g'riliq. Yani savsavning gapiga kirmay, nəhayət cho'ng xatolashgan bir hikoyasini so'zlaymiz. Endi podshoh joyida taxtga o'ltirib oldi. Xijinninki bu huquqi nəhayət cho'ngaydi. Chunki podshoh endi 15 yosh. U bevosita huquq yurgizolmagandan keyin endi bu huquq yurgizadigan bu ishlarning hammani demak amaldorlar qiladi. Bu yerda endi kim qildi degan vaqtda shu Xijin qiladi. Shuning bilan Xijinning amali yuqorilgandan keyin bu yerdagi 10 ag'vat nəhayət qo'rqib ketdi. Shuning bilan bular endi yangi xonishga, ya'ni X xonishga, Dong xonishdan yuz o'rib, X xonishning oldiga berib, buningdan o'zininki qilgan etganlarini kechirib o'tish to'g'riliq. O'zininki nəhayət ahmoqlik qilganligi to'g'riliq shu so'zlab bu xonishni qoyil qilib o'tdi bular. Qoyil qilib o'tgandan keyin bularni kechirib o'tdi. Shuning bilan Xijinmi asli bularni o'ldirib o'tmoqchi bo'lgan. Endi o'ldirmaydi. Shuning bilan buni o'ldirmagandan keyin buningga shu savsav nəhayət qarshi chiqdi. Ya'ni shu Xijin savsav yuansholar maslahatlashib o'tgan vaqtda savsav nəhayət qarshi chiqdi. Bu deydi. Shichangshi, ya'ni bu 10 ag'vatni o'ldirib o'tmasak qat'iy bo'lmaydi. Buni yo'qotib o'tmasak bo'lmaydi. Chunki bular biz uchun eng chong dushman. Bularni biz yo'qotmasak, hamon bular fursat tepib qolsa bizni yo'qotib o'tishi mumkin. Degandan keyin bu Xijin boshida qo'shilmaydi. Bular bilan inoq o'tsak bo'lmadimi? Bularmi xatoligini tunigan tursa deb. Keyindan unda qolsa qanday yo'qotimiz buni deb shuning bilan tuvandagilardan so'raydi. So'ragandan keyin tuvandagilar o'zimiz yo'qotmasak odam taklif qilib yo'qotayli degan bir taklif berdi. Ya'ni har qaysi rayonlardagi palvonlarni, aymoq belgilarini chaqirib akilib yo'qotili. Bular o'rninki dushmanlar bo'lgandan shular yo'qotsin degan bir taklif bergandan keyin bu gap Xijinga shunday yiqib qoldi. Nima ishqa desa, bu Xijin degan müşada dal o'zining yuzini ayaydi. Yani o'zim o'tirg'i chiqib ularni bitirib qilsam, hech qanday sababsiz ularni o'ldirib etsam yoki yo'qotib etsam, bir gunohi yo'q holatlar. Bu nihoyatda bir qamlashmagan ish ekan, mening nomimga dog' yetdi ekan deb ay shu pastliklar, ya'ni tuvanliklar o'tirib qo'ygan yiroq yerdagi shu aymoq baglardagi palvonlarni, ashyoning boshliqlarini chaqirib akilib, shular bu ishni qilg'izmoqchi bo'ldi. Bu vaqtda savsav buning qarshi chiqdi. Bunda qilsa qat'iy bo'lmaydi. 10 ag'vat deganni biz hech kimni chandurmay qasd etsak bo'ladi, bevos uchiq qashqar o'ltirolmasak. Buni nemishki bularni biz yo'qotmaymiz deb turib oldi-da. Bu savsav nəhayət aqlliq müş vaqtlan bununki zereklikini görüp alalaymiz. Bunun o'ttir qo'ygan har bir müşədəki tədbirləri acayip joyiga bardı. Lekin bu Xijin qat'iy anlamaydi. Savsavninki müşədə bir hikoyasi bor, qo'shib qo'ygan. Ya'ni bu kichik vaqtlarda buningki bir tag'isi bor ekan. Hatto kitob o'qimaydigan, o'rganmaydigan. Ammo bu xalqninki yomon ishlarini, bo'lmagan ishlarini boshqalar oshkorlab o'tadigan, ko'rib qolsa, anglab qolsa, o'shunday odam ekanda, bu da adamlarni bağıb bizning atrofimizda nihoyat o'sh ko'ramiz. Xalqning bo'lmagan yerlarini, biraz ko'rib qolmasa oldi, juma shu degan ishlarni tepiblar, oshkorlatadigan gap ekanda. Savsavninki kichik bo'lgandan keyin hamda bu sirtlarda sho'xlik qiladi, ancha eskilik qiladi. Shunday ishlarni kep dadasiga deb qo'ydigan gap. Shuning bilan bu savsav shu kichik vaqtda qanday qildi ekan desa, har qatim shu tog'isini ko'rgan vaqtlar sirtda bir xil tortishib qolgandek, bir tortishib qilish kesil bor. O'shunda bir tortishib qolgandek bir holat keldi ekanda. Kelgandan keyin shuning bilan bu tog'iz ansirab ketib, buni ulab, bu qilib, o'nshab shuning bilan qildi ekan. Qilgandan keyin shuning bilan bu savsav saqaygandek qilib ketdi ekan. 3-4 qatim shunda qaytilanib, qaytlangandan keyin bu tog'isi berib dadasiga bu gapni aytgan. Sening o'g'ling savsav shunda tortishib qilyapti-da, buni kasalga o'xshaydi degandan keyin shuning bilan qarisi o'g'li sap-saq turgan. Bu tomir tutqizib ko'rsatsin, saq turganda hech qanday masala yo'q. Ammo shu tog'isning oldiga kelgan vaqtlar hech kim yo'q yerda shunda tortishib olib, turganda tortishib olgan holatni shakllantirgan. Shuning bilan tog'isa bu gapni devagandan keyin
dadisi bunun gibi işenmeydigan bo'lib qolgan gap. Bunda bir deymiz shaklni barliq keltirib bu tag'isining gapiga dadisini ishonmaydigan qilib qo'yganda shuning bilan keyin sov eski ishlarni qismi bu tag'isi berib deb qo'ysa dadisi ishonmaydigan bo'lib qolgan gap. Demak mushunchalik darajada aqlliqda. Shuning bilan bu bay degandek shunda qarish chiqadi. Hargiz bu sirtdan odam akilishga bo'lmaydi. Sirtliklarni akasak ular bizga bu o'naqvatni yo'qitib bergan bilan ular töküp göstü olsa, elbette bir yerde ulanın mı nam buldu. Taladık müşkünü öyle ekirip koysak, öyün igelli olsa, bizim hukukumuz tesir ediyor. Sizden hukukunuzda tesir ediyor dese, bu hıcın unumaydı. Unda olmaydı, ben kontrol kalayım ben hukukunu. Benim kolumda tursa, padişah degen benim ciğenim tursa da unumaydı. Şuna olan her aymaklığa bu uçurunu yollaydı. Yani yuşurun alette, yollaydı da yuşurun malumat yollab, şu şey kelip bizge onu ağıbatını yo'qitib biranglar bularning kuchbak zo'rayib ketdi. Shu xandonligimiz uchun ofatni yo'qitib biranglar deb ma'lumot yo'llaydi. Bu ma'lumot yo'llaganlarning ichida kimlar bor degan vaqtda shu Shiliang qo'shuni deki Dongzhuo bor. Keyin kelganlar tunuymiz buni. Undan keyin Dingyuan bor. Yana bir qism shu aymoq baklarga bu uchurni yo'llaydi. Demek bununki en çok hata qilgan ishi dalmış. Hem de keyingi filmimizde biz nima so'zlaymiz degan vaqtda Dongzhuo'ninki o'rbiga kirish hikoyasini so'zlaymiz. Unda bo'lsa do'stlar filmni yoqtirgan bo'lsanglar, yurak inkaslarni berib qo'yinglar.